Oriya yegan qo'yning go'shi qandaq bo'ladi? Sizmi oriya yegan, niyavsu yegan qo'yning go'shini, qo'chqarning go'shini yeb baqqanmi? Oriyani yem qashakka aralashtirsak, qo'yning yoki kalning go'shini yegan odamning badaniga ziyonliqmi? Fan texnik xodimlari, tadqiqotchilarning ko'rsatilishicha, oriya qatgan yem bilan kal baqsaq, qo'chqar semirsak, bu go'shni yesak odam badaniga ziyon qilmaydi ekan. Buni fan texniki bo'yicha feydanbay deb ataydi ekanmiz. Asli yem qashakka oriya qassa, bu aqsilning rolini o'ynab, maljarva tezroq semiradigan roli bor ekan. Biroq oriya suv bilan uchrasa, havoga aylanib ketib, yem qashakni tekshirgan chaqda, ya'ni aqsil miqdori qog'ozda 18-20 chiqqan bilan maljarva esa foydasi yo'q ekan. Hammamiz bilamiz, maljarvalarni unumli semirtish uchun malcharoning oldida davomli suv turish kerak. Lekin oriya yegan chaqda 2 soat burun yoki 2 soat keyin sug'urish kerak. 2 soat ichida oriya shu malning ichida erib badanga tarqab bo'lgandan keyin ondan sug'urish kerak degan gap. Burun oriyaning foydasini baldo'roq bilgan baqmichlar teshang bilan o'qo'g'i tashlab berib baqqan. Biroq jiq berib etib malni zaharlab o'ltirib qo'ygan ahvollarim bor. Asosiy gap qaytib kelsak, fan texnika tadqiqot o'rinlari oriyani malga bersa, malning go'shi ziyonsiz degan fikrni o'ttirib qo'ydi. Oriya qatmaslik uchun buning tarkibidagi, ya'ni yem qashakning tarkibidagi aqsil miqdorini yuqori ko'tarish uchun shu ziroatlar bilan, qo'noqlar bilan, yog'liq ziroatdan ayrilgan kunjurlar bilan aqsilni to'liqlasak, oshirsak bo'ldi ekan. Shuning uchun biz Argentinadan kirgan purchaq kunjursini jiqroq ketib, aqsilni jiqaytdik. Ya'ni o'simlik aqsilni jiqaytdik. Buni tushungan o'zimizniki bir turkum baqmichilari davomli mushu vaqtgacha sarxil yemda qo'y bordab keldi. G'o'ljida 10 yilning yaqi bizning davomli elayotgan, mush bizning yem bilan baqmichlik qilayotgan baqmichlarmi xili bor. Oxirida oriya ziyonliqmi yoki ziyansizmi bu to'g'risida talash tartish qilmaymiz. Sarxil yemida oriya yo'q, niyavsu yo'q. Pakiz ishonchlik go'shni o'zim xotirjam iste'mol qila oladigan yem qashaklar bilan qo'chqarimni semirsam bo'ladi deydigan baqmish do'stlarga sarxil qo'y bordaq oldingi bosqich yemini alohida tavsiya qilamiz. Setib olsam bo'ladi deydigan baqmish do'stlar inkas rayoniga 777 raqamni yo'llab qo'ying. Men o'zim siz bilan aloqa qilishaman.